Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video sizlar bilan meni eng yaqin do'stim bo'lgan Ahmadjon bilan do'stlar bu yerga olib boramiz do'stlar. Mana mening tarkibim va Ahmadjonni tarkibini ko'rsatamiz. Juda kuchli o'ynaydi. Mana sopernik o'g'irlari naqalari past bo'lsa ham juda kuchli o'ynaydi. Videoga albatta like bosib obuna bo'lib qolishni unutmanglar do'stlar. Hammamiz ketdi. Ko'rdinglarmi? Mana yutib qo'ysa kerak. Agar yutqizib qo'ysa Mardon latta patta deb o'tirmaylar, xo'pmi? Chiqib ketdi do'stlar. Yutqizib qo'ysam juda alam qiladi lekin juda kuchli o'yinchi. Ana ko'rdinglarmi? Tezligidan ham ma'lum. Va yaxshi. Qochamiz. Ay. Voy dumbilay bilan. Voy bilan penalti. Penalti do'stlar, penalti. Penalti do'stlar. Voy, mashtum. Bilin, adashdim. Sal adashdim-da do'stlar, sal adashdim. Kulib qo'yadim. Hali men o'zim hayotda ko'ray, bir gaplashib olaman-ku. Nima bu? Hayotda ko'ray o'zim gaplashib olaman-ku bir hali. Mezaman yutding deb. Mana yana gol. Voy erkak jujuqqina inonib tutay. Fidalgo o'ragan bunda. Mana nima qilib turibdi? Golmi? Ya bular bular qanaqa kuchli o'ynaydi bunchalik bu haqiqatan. Endi mana unaqa chiqib yuboribdim do'stlar. Ham bir danli. O'zimiz uslubda. Bale, Holland tadardik. Danli. Nima bu? Tez yuray. Voy, Cannavaro, Batistut, Holland. Do'stlar, lekin juda kuchli o'ynadi. Tap qo'ymaysizlar do'stlar. Mardon chiqmagan unaqa ekan. Bale. Chiqmagan unaqa ekansan, bo'qsan, lattasan deb yozmaylar do'stlar. Haqiqatan bu o'rtog'im o'zi tarkibi millionta o'yinchisi bordi. Fullida 25 ta. Akkaunti 3 marta cho'pilib ketgan. Hozir akkaunt sal dabdalar. Sal akkaunt hozir mana shu ko'ringlarday sal tuptaroq. Nima sababdan? Tuptaroq endi akkaunt 3 marta cho'pilgan, 3 ta full akkaunti bor edi. Voy bilan. Yaxshi lekin sal qo'chishyapti endi mayli. Bilan zo'rangni ko'rdinglarmi? Hakimidan o'tolmayapmiz. Juda sekin yuguradi. Men tezligim bo'yicha. Mana yildizim, men tezligim qarasanglar, Hakimi. Mayli do'stlar. Tak, birinchidan 2-0 do'stlar. Xo'p, biz Kurtuzi yaxshi normaldi. Xo'p, yutqizib qo'ymasam bo'ldi edi. Kambay qilish kerak. Hatto 2 qilish kerak. Nima bunaqa pas beryapti? Pagbasi bor aytgancha 80'lik. Bila golmi? Ay, xizalay. Uf, biling. Voy, xizimkash. Bizdan shunaqa bir bot o'yinchimiz bor do'stlar. Bu ham bir Lewandowski. Umuman bir dabdal o'yinchi men uchun. Bila shtanga tep qo'yadi, bilan. Holland kuzatadi, qaranglar, Cannavaro ularmashdi. Voy, bilan. Bekor chiqardim menimcha, katta ehtimollik bilan. Urmaysan javob. Voy, mana o'chiq ekan. Yildizga ajoyib pas. Qani Yildiz? Urmashin deshimcha. Voy, shu ham bo'lamas. Voy.
Do'stlar, men bor uzr do'stlar. Bu video sal bo'lmag'ur video bo'lib qoldi. O'taman deb o'yladim hozir. Voy. Yıldızda endi bu do'stlar. Voy bilan, hisalak bilan. Yutqazdim do'stlar, mana yoqillab. Kanora o'zi tuhmat yana. Jem shu bir qilib ketaylik, bilan. Voy bilan. Voy bilan. Hay bilan. Kurtmam. Do'stlar, lekin boru shunda sharmanda bo'ldim sizlarga. Shunda sharmanda bo'ldim. To'rni o'rganib tug'aman. 5 o'lsa kerak. Voy 5. O'zim chiqaman, jahlarim chiqib ketadi. Vale. Tiqmasdan tiq. Yerda mashina qo'yib bersin. Keyingi o'yin bo'larmikin do'stlar? Tashiymiz. Umut shuti. Ashib kelyapti. Men bunga cho'ti normal tarkib tuzib bersam, hop tuzib beraman o'yinimizga. Voy. Ol. Do'stlar, olmayapti. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman endi menimcha. Xayr do'stlar, albatta videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Sharmandaligim uchun ham Mardon akasiga omad, olg'a deb bosib qo'yinglar. Endi Salmanga yutqizganimga ham anaqa bo'lib turibdi do'stlar. Xullas, videoga like bosinglar, obuna bo'linglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar xullas. Xayr.